Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qo'shni davlatdagilar tuzukmisizlar? Charchamay, xonadonlar tinchmi? Tak, men bugungi video qilayotganim juda kasalliklar ko'payib ketibdi. Menga ko'p odzivlar bo'lyapti. Telefon bo'lyapti, ko'p. Telefonlar ko'p bo'lyapti. Qanaqa qilib tuzatish ko'plar bilmayapti-da haligacha. Tuzatishni ko'plar bilmayapti. Xo'p, tuzatish uchun bizga hozirgi paytda eng yaxshi foyda berayotgan azitronit degan ukol vet aptekada sotiladi. 100 mg, 50 mg, 100 mg, 50 mg sotilyapti. O'sha dorini olib, insulinoviy shpritsda yarim gram o'ng qulog'iga, yarim gram chap qulog'iga urasizlar. Bir marta uriladi, u ko'p urilmaydi. Qulog'idan uringlar, to'shidan urmanglar. Keyin og'ziga parashok bor. Parashokini sep qo'yinglar. Parashokini sep qo'ysanglar, bo'ldi, shu bilan 1 kun, 2 kun yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Tuzalishyapti. Mendagilar shunaqa tuzatib olman. Bitta kasal qoldi menda. O'sha kasal qoldi, o'shani tuzatib olsam bo'ldi, xudo xolasa. Keyin boya Samarqandlik G'ofur aka degan bir akam telefon qildilar. Tovuqlarni ko'rsatib o'ting. Mana tovuqlar. Mana tovuqlar. Ikkita qora, ikkita sariq. G'ofur aka, mana siz so'rayotgan tovuqlar. Bularni endi men o'zim rolikka olib qo'yganman. Yaxshi narsalar, xudo xolasa, uyaltirmaydi. Men bu kulmakiyon bu Privoznoydan chiqqan, xudo xolasa, bu yaxshi narsa. Endi bular o'zim uchun olib qo'yganim. G'ofur aka, sizga aytayotgan tovuqlar mana shular. 4 ta tovuq. Katta-katta bo'lib qo'ygan marjojalari bular. Xudo xolasa 1-2 oyda tuxumga kelib qoladi bular. O'sha vilkalari ochilyapti, sekin-sekin xudo xolasa tuxumga kirib qoladi. Chip. Mana tovuqlar. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Xo'sh, keyin bir akamizmi yozibdilar, bitta xo'rozim bor, tovuqni voqli bosib qo'yibdi. Voqli bosib qo'ysa hech narsa qilmaydimi? Yo'q, o'sishiga xalaqit bermaydi, qichqirib yuboradimi yoki anaqa qilib yuboradimi, farqi yo'q. Tovuq bosib qo'yadimi, farqi yo'q, u hech narsa qilmaydi. Mana yaponimiz. Nimagadir bor, oxirgi payt menga faqat betayinlar uchrayapti. Betayinlar juda ko'p uchradi. Men shu o'tgan 2 haftada juda ko'p betayin odamlarni ko'rdim. Tayini yo'q, baraka qiladi, savdo qiladi, baraka deydi o'zi. Baraka bo'ldi, gap yo'q deb erkaklik lafzini beryapti-da, lafzdan qaytib ketyapti. Boru nimaga unaqa bo'lyapti? Odamlarga hayronman. Boru vrodi erkak kishi bilan gaplashyapman, ayollar bilan gaplashmayman, xo'roz tovuq masalasida-da. O'shanga baraka qilib turib, orqaga zadni urib anaqa qilib yuborishyapti, o'shanga hayron qoldim. Men bularni oyog'ini boylab qo'yganim sababi, men bu chim bor-ku, chim mamlaqa o'zini axlati oyog'iga yopishib, anaqa qilib qo'yadi, qadoq qilib qo'yadi. O'shani hisobiga oyog'ini boylab qo'yganman, qadoq bo'lmasligi uchun. Yoki tagiga qummi yo apilkami sepib yuborish kerak-da buni. Apilka topolmayapman, o'shanga oyog'ini boylab qo'ya qoldim, tinchgina oyoq qadoq bo'lmasin, jo'jalarni. Sizlar ham ehtiyot bo'lasizlar. Men bu etajda, men bu pastdagi turganlarda o'zi qumi bor, men tegida qumi bor o'zi. Keyin ko'plar kommentariyada "Aka, ani sotiladimi? Aka, men bu sotiladimi?" Meni uyimda turgan nima bo'lsa hammasi sotiladi, akalar, ukalar. Sotilmaydigan narsani o'zi yo'q. Telefon qilinglar, bo'ldi, shunda "Alo, ukam yo aka, mana xo'roz yoqyapti, mamnaqa deb gaplashinglar, kelishamiz narxini." O'shanga
Bemalol telefon qo'yinglar. Hech kim o'xshab bermaydi. Keyin bu yil yaponkalarimga kasal keldi-da, mana qaranglar nechta qoldi. Mana shu qoldi. 1 2 3 4 5 ta qoldi. Qolgan hammasi so'yib yubordim. Qirilib hammasi qirilib ketib qoldi. Kasal keldi-da bularga. O'zi bu yil parrandalarga rosa mana shu xo'roz tovuqlarga rosa kasal keldi-da. Ko'p kasal bo'ldi, shamollarda. Endi tuzatishni bilgan odam tuzatib oldi. Tuzatishni bilmayganlar lekin qiynalyapti. Xullas shunaqa gaplar akalar, ukalar. Mabodo yana kimda qanaqadir savol bo'lsa, keyin qado to'g'risida gap ketdi. Kimdir mol yog'i deyapti, bir haftada garantiya tuzatadi. Endi balkim bo'lsa bordir, lekin menda qado bo'lmagan xo'rozlarning oyog'i qado tuzatmaganman. O'shana hisobiga qadoni endi men eshitganim bo'yicha misol uchun gapiryapman, lekin qadoni tuzatmaganman. Chunki meni xo'rozlarim oyoq qado bo'lmagan. Men bundan ikkita edi bular, Hasan Husanli edi, bittasi ketdi, bittasi qoldi. Bular tanachilar bular. Akasi Tojiga ketdi, o'shani ukalari bular. Bular aprelskiy jo'jalar bular, lekin bo'ybasti juda katta. Parlari toza. Bu kasal bo'ldi orada, buni tuzatib oldim, sal ozib qoldi. Bitta katta narsa-da bular. Men bitta armaturani bolalari. Aka, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, menga pul to'langan, bir akam pul to'luvdilar, Yahyo degan akamiz. Yo'q bo'lib qoldilar, kelaman dedilar. Tinchlik bo'lsa bo'ldi, ish qilib endi omonatlarni ushlab turamiz. Mana bu armaturani qizlari, begona buni Vyetnamga koreysmi shunaqa chiqqan bu. Vyetnamga korey, oyoqlari ko'k oyoq, qora oyoq bo'lib chiqqan. Xullas shunaqa gaplar. Men shu video qilayotganimning sababi kasalliklar ko'payib ketgan. Kasalliklarga juda ehtiyot bo'linglar. Imkoni bo'lsa yonida suv qoldirmanglar. Yangi xo'roz, tovuq boqayotganlar yonida suv qoldirmanglar. Ertalab suvini beringlar-da, shu bilan to'kib tashlaylar. Mana men to'kib tashlayman har doim. Mana chelaklarni teskari qilib tashlayman. Bo'ldi. Chelaklarni teskari qilib tashlayman, suv qoldirmayman yonida. Men bu suvni hozir qo'ydim. Bu suv ham iliq miliq suv. Mana bu suv ham iliq suv. Iliq suv berishga harakat qilinglar. Buni ham 15 minutlardan keyin ichib bo'lgandan keyin to'kib tashlaymiz. Shunaqa gaplar. Men telefon nomerimni mabodo qoldiraman. Kimga qanaqa maslahat kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishinglar mumkin. Uyimdagi hamma xo'roz tovuqlar sotiladi mabodoga. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, akalar, ukalar. Meni ko'rib, meni qo'llab-quvvatlayotgan akalar, ukalar hammanglarga rahmat aytaman kattakon. Поддержкада bo'layotganinglar uchun ko'plar поддерживать qilyapti. O'sha nima like bosadi, подписаться qiladi, yaxshi отзывlar qoldirishadi. Misol uchun telefon mana. Hozir 1 sekund akalar, ukalar. Xullas shunaqa gaplar akalar, ukalar. Meni qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun kattakon rahmat. Menga ishonib, nimadir olayotgan bo'lsanglar, baraka topinglar. Men sizlarga yaxshi narsani sotishga harakat qilaman. Keyin negativchilar yozaversin. Negativ har doim bo'lgan. Men kechagina bitta o'zbekcha o'sha xo'roz tovuq, shu vodiylar akamizni anaqa qo'ygan ekanlar videorolik. Endi o'tdi, voy borku, shunaqa negativlar yozishibdi. Men bu xo'roz olgandan bitta buqa olaman. Buqa oladigan bo'lsang, buqalarni tomosha qilmaysanmi? Xo'roz tovuqiga qiziqmasang, nima qilasan? Xo'roz tovuqlarni ko'rib, men buni puliga bitta buqa olaman. Buqa hozir $500, $700, $500, $2,000 bo'lyapti. Buqalar hozir. Bu $2,500 emas-ku, bular mana shu turishi $200, $250 bo'lishi mumkin. $200 ga qo'y ham bermaydi. Yo'q hozir.
millionni kichkina qo'zicha olib beradi. Kichkina qo'zicha olib beradi. Endi xo'roz tovuq boqadigan odam qo'y qo'ziga kimdir qiziqar, kimdir qiziqmas bilmadim. Xullas shunaqa gaplar negativ hamma yoqda bo'lar ekan. E'tibor bermaymiz. Qarochi, xullas qo'llab-quvvatlayotganlarga hammaga rahmat kattakon. Aloqadamiz, telefonlarni qo'yamiz. Kimga nima kerak bo'lsa, maslahatmi farqi yo'q. Telefon qo'ringlar, gaplashaveramiz. Odam tanlash yo'q bizda. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.